Qani bormi shunaqa mard? Marketingda $1,5 ming siz mashina uchun beryapsiz. Vijdon aytinglar, eng kamida 30 million pul topishingiz kerak. Eng kamida. Tuman safda salonlar sal vijdonan ish qilinglar. GM bu deyishadi-yu, lekin shu paytgacha hech kim GM'ga taklif bergani yo'q. Mashinani 30% ni to'lab, qolgan qismini penalasiz, jarimalasiz, foizlisiz 36 oyga bo'lib to'lash imkoniyatini berdi. Boshqa avtosalonlar ham shunaqa marketingli xod qilamiz deydi, lekin GMga yaqinlashishgani ham yo'q. Oylik to'lov 3,5 dan berayotgan bir paytda biz 1,800,000 mingdan qilib beramiz. 48 oyga deydi-da, siz qilib borasiz, borsangiz yo 70% ni to'lasangiz deydi. Ochiq oydin videoda aytolmaydi shu narsani. 70% ni to'lasangiz, keyin 1,800,000 dan deb aytolmaydi. Chunki marketingda tasavvur qiling, 300 millionlik mashina 70% 210 million bor. 210 million puli bor odamga qolgan 90 millionini 48 oyga beryapti. Nerealniy narsa-da, nerealniy narsa. To'g'ri, 1000 ta odamdan chiqib qolishi mumkin, bir 10 ta 15 ta. $1,5 ming siz mashina uchun beryapsiz. Siz nech pul topishingiz kerak bu shartga ko'nishingiz uchun? $2,000 mi? $3,000 qancha pul topishingiz kerak? So'mda aytsangiz $1,5 hozirgi kunda примерно 17 millioncha bo'lyapti. 17 million plus agar u benzinli mashina bo'lsa, kamida 92 qo'yasiz, 95 qo'yasiz. 2-3 million ketadi. 20 million shundoq ketyapti. Siz nech pul topishingiz kerak? Oilangizni обеспечить qilish uchun nech pul topishingiz kerak? Eng kamida 30 million pul topishingiz kerak. Eng kamida. Vijdon aytinglar, 30 million pul topadigan odam foizda qancha? Mana Toshkentni olaylik. Toshkentda qancha aholi 30 million pul topadi. Menda bor shunaqa tanishlar, sanoqli-da, men biladigan sanoqli odamlar 30 milliondan ko'p pul topadi. Lekin juda ham kamchilik odam 10 million ham topmaydi. Mana deylik, mana men Spark'imni sotib 90 million qamal olib keldim deylik. Mana bersin 210 millionni 36 oyga. Yana ham aqli yetsa, duxi yetsa 48 oyga bersin. Mayli 36 oyga bersin, 210 millionni примерно 6 millioncha bo'ladi. So'ngchi men to'la olayman-da, amallab inshaalloh harakatda to'la olayman 6 million. Lekin men 210 millionni bera olmayman-da. 210 million pulim bo'lganda men undan ko'ra naqdga boshqa mashina olishga harakat qilardim. Naqd shirinligi. Qani bormi shunaqa mard? Salon, avtosalon yozsin. Men sizga xabar beraman mana shu mashinani. Halol mashinani. Ko'rib chiqaylik. 90 million berasiz, qolganini shu 6 millionni orani uzoqqa 7 milliondan 36 oyga qilib beradi. Mard avtosalon bor. Bo'lsa chiqsin aloqaga, gaplashamiz. Trekker bu Onix men trekker haydaganman. Yomon mashina emas. Yaxshi mashina. Просто расход sal ko'p. Buni tan olish kerak, расход sal ko'p. 10 ta, 12 ta yigit kerak bo'lsa. 95 qo'yishingiz kerak. Shu tomoni odam ozgina o'ylanadi. Lekin bunaqa taklif hozir mana haqiqatda hech kim bermagan taklifni beryapti. 60 oyga bo'lib to'lashga. Bunaqasi men hech kim qilgani yo'q. Shunda ham hali ham bor. 30% ni to'lasangiz 36 oyga bo'lib to'lash imkoniyatini hali ham beryapti. Qolgan avtosalonda hali ham marketing qilib, hali ham shop turishibdi. 30% ni to'lasangiz 1 yilga beryapti. 1 yilga $1,5 katta nerealni, men uchun nerealni. Havas qilib bordim, shu mashinasini olaman deb. Mana Spark'im bor sotaman. 48 oyga qilib berdi. Yo'q, 48 oyga siz 70% ni to'lasangizgina. Tuman avtosalonlar sal vijdonan ish qilinglar. Marketing deb hamma narsani sotib olmaydi. Unaqa odam ustidan kulib, ovora qilib borgandan keyin yo'q, u 1 yillik narsa edi. 30% ni to'laysiz 1 yil, 70% ni to'lasangiz 48 oyda bunaqa odam ustidan kulmaydi marketing deb. Ozgina vijdon imet qilinglar. Gapimga qo'shiladiganlar faqat avtosalonchilar emas. Realniy aholi gapimga qo'shilsanglar, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. To'g'rimi shu ish? Odam ustidan kulish.